Dar haqiqat yaxshilarning nomai a'mollari albatta illiyundadir. Ey Muhammad, illiyun nima ekanini qayerdan ham bilursiz? U ham amallar bitilgan kitobdirki, unga Allohga yaqin zotlar, farishtalar guvoh bo'lurlar. Albatta yaxshilar, mo'minlar jannat ne'matlari ichradirlar. Ular so'rilarda atrofga qarab o'tirurlar. Ularning yuzlarida ne'matlarning tarovatini bir qarashda bilib olasiz. Ularga jannatda idishlari muhrlangan musaffo maydan ichirilurki, u mayning muhri mushkdir. Ba'z musobaqachilar shu ne'matlar yo'lida musobaqa qilsinlar. U mayning mizoji yuqori navdandir. U navning nomi tasnim bo'lib, u Allohga yaqin bandalar ichadigan bir chashmadir. Darvoqe, jinoyatkor kofirlar iymon keltirgan zotlardan masxara qilib kular edilar. Qachonki ularning oldidan o'tsalar, bir-birlariga ko'z qisishib, imo ishora qilardilar. Qachonki uylariga qaytsalar, qilmishlaridan zavqlanib qaytardilar. Qachonki ularni, mo'minlarni ko'rsalar, ana ular shubhasiz yo'ldan ozgan kimsalardir, derdilar. Holbuki ular mo'minlarning ustiga qo'riqchi qilib yuborilgan emasdilar. Endi bugun aksincha iymon keltirganlar kofirlar ustidan kulurlar. Ular jannatdagi so'rilarda do'zaxdagi kofirlar ahvoliga boqib o'tirurlar. Kofirlar qilmishlarining savobini, ya'ni jazosini oldilarmi?